امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على ميت لدين عليه فجاءه جبريل عليه السلام بدراهم قدر دينه وقال صل عليه يا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقرأ قل هو الله أحد كل يوم 100 مرة. Bir kun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir janozani mayyitga janoza o'qishlikdan o'zlarini tortdilar. Men bu janozani o'qimayman dedilar. Chunki u mayyitni, janozani, o'lgan odamning gardanida qarz bor edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam huzurlariga Jibril alayhissalom haligi o'lgan odamni qarzini ado qilishlik uchun tezlik bilan bir odam suratiga aylanib bir dirhamni haligi haqdorga qarzini berdilar. Janozani keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'qidilar. Aytdilarki, ey Muhammad alayhissalom, mana bu odamga janoza o'qisinlar. Chunki bu odam har kun Alloh jalla va aloning rizoligi uchun Qul huvallohu ahad surasini 100 bor o'qiydi. Shu qilgan amali Allohga ma'qul bo'lganligi sababidan men odam suratiga aylanib uni qarzini berib qo'ydim. Shuning uchun janozasini o'qirsinlar dedilar. Insonda nima amali, nima qaysi bir ibodatlarimiz Allohning dargohida qabul bo'layotganligini bilmaymiz-da. As-sabiqu ilal khayrat yadkhulul jannata bighayri hisob. Yaxshilik sari ibodatlariga shashilayotgan odam jannatga behisob kiradi.